Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Bugungi mavzumizda sizlarga koreys ayollarini go'zallik sirlarini aytib o'taman. Ya'ni ular o'zlari uchun ko'p ishlatadigan mahsulotlarni aytaman. Koreya alvang do'konlarida ko'p sotiladigan Dog brendining mahsulotlarini aytib o'taman. Bu brendni ko'pchilik so'rayapti. Ya'ni juda ham mashhurki, qanaqa yuz terisi quriyab turgan, ajin tushib turgan, terisi osilib ketyap turgan yuzlar uchun ishlatiladi. Xo'p, birinchi o'rinda yuz terisini namlantirish uchun lifting essential toneri bo'ladi. Terini namlantirib, sevritka hamda krem uchun terini tayyorlab beradi. Keyin ampulasi. Ampula terining ichki qatlamlariga kirib, terini mustahkamlaydi. Terini qarishga qarshi jarayonlarni sekinlashtiradi. Ko'p ajin tushadigan, terisi osilib ketyap turgan yuzlar uchun juda ham zo'r. Uchinchi, lifting kremi. Ya'ni teringizda ajinlarni yoyib beradi, teri baryerini mustahkamlaydi, osilgan xira terilaringizni ko'tarib beradi. Keyin buni lifting ko'z kremi ham bo'ladi. Lifting ko'z krem. Ko'z atrofidagi mimetiskiy ajinlar, siniq chiziqlarni yoyib beradi. Bu shu tartibda ishlatiladi. Toneri bo'ladi, ampulasi hamda kremi va ko'z kremi bo'ladi. Essensial qo'shimcha essensial losyonlar ham bo'ladi. Uni xohishga qarab olib ishlatishingiz mumkin. Yana shu tartibda Dog brendining keyin kollagenlisi bo'ladi. Kollagenlisi ham xuddi shu tartibda ishlatiladi. Yana opajonlar, ko'pchilik ayollarimiz so'rayib turgan Toriden'da mahsulotlari. Juda ham zo'r, hozir brend bo'lgan, bu ham O'zbekistonda yuzni namlantirishga, quruq yuzlar uchun juda ham zo'r toneri. Mana bu serumi juda ham zo'r, serumi ham teringizga ishlatib ko'rsangiz, shunaqa yumshoq qilib qo'yadi terini. Zo'r namlantirib beradi. Keyin kremi. Mana shu qurib ketyap turgan yuzlar uchun teringizdagi qizarishlarni ham, yallig'lanishlarni ham kamaytirib beradi. Quruq normal terilar uchun ishlatishingiz mumkin. Bu mahsulotlardan kerak bo'lsa zakaz berishingiz mumkin. Ko'pchilik qayerdan zakaz beraman deydi. Video tagida hamda kommentlarga o'tsangiz shu yerda ham Telegram gruppamizni qoldiraman. Xo'p, Koreyada alvang do'konlarda sotiladi bu mahsulotlarimiz, bu kosmetikalarimiz. Yana quruq yuzlar uchun Anovani padaranli mahsulotlari bor. Toner, sevritka kremlari bor. Padaran bu terini namlantirish, ya'ni tarkibida gialuronkasi bor. Yuz terini namlantirib berishga ishlaydi asosan. Mana shu tanib qolinglar, mana shu holatda bu padaranlisi bo'ladi. Terini suv bilan ta'minlab beradi, teringiz qurib ketishini oldini oladi. Sevritkasi hamda kremi. Mana shu tartibda nabor qilib olib ishlatsangiz ham bo'ladi. Zakaz bersangiz yetkazib beramiz. Keyin yana yuzim ko'p qurib ketadi deganlar uchun mana shunaqa kremimiz bor. Mana yaqinroq ko'rsatay, tanib qolinglar. Mana shu kremda ajinlarga qarshi juda ham zo'r, terini zo'r namlantirib beradi, lifting effekt beradi. Ham namlantirishga, ham ajinlarga ishlaydi. Tarkibida pantenol bor. Juda ham ko'p yuz uchun muhim moddalari bor tarkibida. Keyin o'tgan videolarimizda ham aytib o'tganman. Quruq yuzlar uchun Anovani sevritkasi bor. Mana bu holatda toneri ham bo'lish kerak edi. Bu yerda ko'rinmayapti. Yuzingizdagi xira dog'laringizni ham o'chirtirib beradi. Mana bunisi niasinamidli ikkalasi ham. Ugridan qolgan dog'laringiz bo'lsa ham ishlatsangiz bo'ladi. Agar yuzingizga ugrilar chiqib turgan bo'lsa, toshmalar bo'lsa, Anovani 77 hamda 80 sevritkasi toneri tarzida birlashtirsangiz bo'ladi.